Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Sizlar bilan yana ko'rishib turganimdan xursandman. Demak, biz bugun kitobimizni ikkinchi mavzusidan darsimizni davom qildiramiz. Ikkinchi mavzuyimiz My Day, ya'ni mening kunim. Bu degani demak, biz bilamiz, har bir mavzuyimiz 5 ta qismdan iborat va mana shu 5 la qismda ham kunga doir bo'lgan mavzular, kichkina mavzular borasida siz bilan darslarni o'tamiz va suhbatlashamiz. Ingliz tilida mana shu kunlarga taalluqli bo'lgan so'zlarni, yangi so'zlarni va grammatikalarni ham o'rganib o'tamiz joyida. Demak, endi bugungi darsimizda sizlar bilan ikkinchi mavzuyimizni birinchi va ikkinchi qismlarini o'rganib chiqamiz, mashqlarni ishlaymiz birgalikda. Demak, ikkinchi mavzuyimizni birinchi qismida A Day in the Life of a Scientist. Demak, bir olimning kundalik hayotidan bir kuni mavzusi ostida sizlar bilan bugungi mashqlarimizni bajaramiz. Goals. Demak, nimalarni o'rganamiz ikkinchi mavzuyimizni birinchi qismida. Talk about everyday actions. Har kungi demak siz qiladigan ish faoliyatingiz, umuman insoniyat bir kunda mobaynida nimalarni qilishi mumkin bo'ladigan bo'lsa, mana shular haqida gaplashamiz va o'rganib olamiz ingliz tilida biz qay tarzda ifodalashimiz mumkin bo'lar ekan. Keyingisi use present simple positive to talk about your day. Demak, sizni kuningizni tasvirlashda present simple, ya'ni hozirgi oddiy zamondan foydalanishni o'rganamiz. O'zi bilamiz, hozirgi oddiy zamon. Present simple doimiy ish harakatlar, kundalik takrorlanadigan ish harakatlar uchun qo'llaniladi. Va shunday ekan, albatta biz kundalik hayotimizni tasvirlash uchun present simple dan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, o'quvchilar, birinchi mashqimizda bu yerda demak, shartimizni o'qiymiz. Albatta har bir mashqni bajarishdan oldin shartini o'qib o'tish kerak. Biror bir mashq uyga vazifa berilganda ham, hurmatli o'quvchilar, sizlarga tushunmasangiz albatta o'qituvchiga murojaat qilishingiz mumkin. Lekin o'qituvchiga murojaat qilishdan oldin ham tushunib olishga harakat qilish kerak. Ya'ni siz mana shu berilgan mashqni ko'rsatmalarini o'qib chiqishingiz kerak bo'ladi. O'zingiz tushunib olishga harakat qiling. Keling birgalikda sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Look at the photos and information about Bird Island and answer the questions. Demak, bu yerda berilgan ikkita rasmga qarang va mana shu qushlar oroli haqidagi ma'lumotlarni ko'rib chiqing. Mana rasm keltirilgan. Birinchi rasmimizda penguins on the beach on Bird Island. Demak, qushlar oroli sohili bo'yida pingvinlar, rasm birinchi rasmda, va ikkinchida seals on Bird Island. Demak, qushlar orolidagi dengiz mushuklari mana sohil bo'yida yotibdi ular ham. Demak, bu yerda kichkina xarita location of Bird Island, demak, qush orolining joylashuvi ko'rsatilgan. Endi savollarga yuzlanamiz. Birinchi savolimizda There is Bird Island. Qushlar oroli qayerda? Albatta, qushlar oroli bu rasmdan kelib chiqib aytishimiz mumkin. It's situated in the North Pole. Demak, shimoliy qutbda joylashgan albatta. Va keyingisi what animals live there? U yerda qanday hayvonlar yashaydi? Rasmdan kelib chiqib aytishimiz mumkin. Penguins and seals live there. U yerda yashaydi. Mana birinchi mashqimizni ko'rdik. Endi o'quvchilar, sizda savol tug'ilishi mumkin. Nima uchun bu mashq berilgan? Biz shunchaki ustoz bilan ko'rib chiqdik. Bu mashq albatta warm up exercise desak bo'ladi. Ya'ni sizni mana shu darsimizga kirishib olishingiz uchun kerak bo'ladigan mashq hisoblanadi. Qandaydir agar siz ertaga IELTS dan imtihon topshiradigan bo'lsangiz yoki CFR dan imtihon topshiradigan bo'lsangiz va og'zaki nutq, ya'ni gapirish speakingda sizga savollar beriladigan bo'lsa, misol uchun sizga sovuq joylar haqida savol beriladigan bo'lsa, albatta siz Bird Islandni haqida gapirib berishingiz mumkin. Chunki siz ozgina bo'lsa ham ma'lumotga ega bo'lib oldingiz hozir. Ya'ni o'sha Bird Island shimoliy qutbda joylashganligini, undagi hayvonlar haqida ozgina bo'lsa ham tushunchaga ega bo'ldingiz. Bu kitob albatta sizni general Englishingizni, ya'ni umumiy ingliz tilingizni rivojlantirish uchun yordam beradi. Bu yerda siz tarixga ham yuzlanishingiz mumkin, geografiyaga ham mana xuddi bu yerdagidek yuzlanishingiz mumkin, madaniyatga, ma'naviyatga ham, sport, sog'liq, xuddi shunday o'sha hayotning turli jabhalari borasidagi ingliz tilini o'rganasiz. Siz bu kursimiz orqali. Xo'p, endi ikkinchi mashq. Bu yerda siz listening mashqini bajarasiz. Melanie
Sabo is a scientist on Bird Island. Demak, Melanie Sabo ismli ayol bu qushlar orolida olima hisoblanadi. Listen to her talking about her day in the summer and in winter. Demak, u o'zini yozda va qishda kuni qanday o'tadi, ish faoliyati qanday o'tishi haqida gapirib beradi. Tinglaysiz va tick the activities she mentions. U o'zini nutqida, ya'ni qishda va yozda qanday faoliyatlar bilan shug'ullanadi o'zining kasbi mobaynida. O'sha faoliyatlarni siz bu yerda belgilab chiqishingiz kerak bo'ladi. Tick belgisini qo'yib chiqishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun study penguins. Pingvinlarni o'rganib chiqadimi, ya'ni ularni kuzatib, ulardagi o'zgarishlarni ko'rib chiqadi. Chiqadimi, yo'qmi? Ya'ni siz listeningni tinglash mobaynida bajarib borasiz. Keyingisi get up early, erta uyg'onish, have breakfast, nonushta qilish, go out in a boat, qayiqda suzish, visit different islands, turli xil orollarga tashrif buyurish, take photos, rasmlarga olish, have dinner, kechki ovqatni yeyish, work in the lab, laboratoriyada ishlamoq, write emails, demak email xabarlar yozmoq, go to bed late, kech uyquga uxlamoq, yotishga uxlashga borish, relax, hordiq chiqarmoq, read a book, kitob o'qimoq. Qaysi ish faoliyatlarni o'zini kundalik hayoti mobaynida bajaradigan bo'lsangiz, siz tik qo'yib chiqishingiz kerak bo'ladi o'quvchilar. Demak, o'quvchilar, keyingi mashqimiz ham listening. Bu yerda ko'rib turganingizdek, uchala gap berilgan va gaplarda bo'shliqlar mavjud. Mana shu bo'shliqlarda tushib qolgan so'zlarni siz joylashtirib chiqishingiz kerak bo'ladi. Albatta, listeningda tinglab turib tushib qolgan so'zni yozishingiz kerak. Demak, fe'l so'z turkumini yozasiz. Listen again and complete the sentence with the correct verbs. Is Melanie talking only about today or things she does every day? Demak, bu yerda siz to'g'ri fe'llarni qo'yib chiqasiz va sizga savol berilyapti. Mana shu listeningdan kelib chiqib javob berishingiz kerak. Tinglagandan keyin albatta. Melanie faqat bugungi hayot haqida gapirib beryaptimi yoki doimiy kundalik hayotida bo'ladigan ish faoliyatlari haqida gapiryaptimi? Mana shu savolga ham javob topishingiz kerak bo'ladi. Agar Melanie o'zini nutqida every day, every morning, every Monday ga o'xshash iboralarni, vaqtni ifodalovchi iboralarni qo'llaydigan bo'lsa, albatta bu kundalik hayotini, doimiy bo'ladigan ish harakatni ifodalayotgan bo'ladi. Agar faqat men bugun ertalab this morning yoki bo'lmasam this afternoon ga o'xshash iboralarni ishlatadigan bo'lsa, bu albatta faqat bugun haqida gapirayotgan bo'ladi. Va zamonga ham e'tibor berishimiz kerak. Present simple bo'ladigan bo'lsa, odatda biz faqat bugun uchun emas, doimiy takrorlanadigan every day bizni hayotimizda har kuni sodir bo'ladigan ish harakatlari uchun qo'llashimiz kerakligi. Mana shunga ham e'tiborli bo'lasiz. Demak, o'quvchilar, mana endi 4-mashqqa ham yetib keldik. Bu yerda read the article about Melanie and her colleague Sven. Demak, biz yuqorida gaplashgan, listeningda siz tinglagan Melanie haqida va uning hamkasbi Sven haqida. Colleague so'zi o'quvchilar bu hamkasb degan ma'noni anglatadi. O'g'il bola yoki qiz bolaga nisbatan ishlatishingiz bemalol mumkin. How are their jobs different? Demak, ularning kasbiy faoliyati nimasi bilan farq qiladi? Mana shu savolga ham siz javob olishingiz kerak bo'ladi. Hozir bu matnni birgalikda o'qiymiz va tarjima qilib olamiz. Savolga esa o'zingiz javobni yozib qo'yasiz. Demak, dastavval sarlavhani o'qiymiz. Scientists on Bird Island. Qushlar orolidagi olimlar. Bird Island is an important scientific research center. Demak, Qushlar oroli bu ilmiy jihatdan tadqiqotlar olib borish markazining muhim bir markaz hisoblanadi. Every year, lots of scientists visit the island, but Melanie Sabo, a professor of zoology, works there all year. Demak, har yili bu yerga ko'plab olimlar tashrif buyuradi, lekin Melanie Sabo esa bu yerda zoologiya shunos, ya'ni zoologik olim sifatida ishlaydi butun yil mobaynida. Demak, u ish joyi. Sven Olofsson, who is from Bergen in Norway, also works on island. Ya'ni, demak, Melaniedan tashqari Sven Olofsson ismli inson ham bu yerda ishlaydi. U Norvegiyani Bergen shahridan mana shu orolda ishlaydi. He studies seals and Melanie watches penguins. Demak, yigit seals, dengiz mushuklarini o'rganadigan, ular ustida tadqiqot olib boradigan bo'lsa, Melanie esa
demak pingvinlarni kuzatib boradi. The penguins come to the islanders to the beach on the north of the island and Melanie often works there alone. Demak, pingvinlar odatda mana shu sohilning shimoliy qismida borishadi, o'sha yerda to'planishadi va Melanie ham o'sha yerda yolg'iz o'zi ishlashiga to'g'ri keladi. Ya'ni o'sha orolning shimolroq qismida. Sven never works alone. He always works with the other scientists because the male cells are big and sometimes dangerous. Sven esa u yolg'iz ishlay olmaydi, hech qachon ishlamaydi yolg'iz. Chunki va u boshqa olimlar bilan ishlaydi hamisha. Chunki u yerda erkak dengiz mushuklari bor va ular katta hamda qo'rqinchli, xavfli hisoblanadi. Sven loves his job, but he works very hard and he hardly ever has free time. Demak, Sven o'zini kasbini juda ham sevadi, u yerda qattiq ishlaydi va shuning uchun ham juda ham kam bo'sh vaqti bo'ladi uni. Hardly ever bu kamdan kam holatlarda degan ma'noni anglatadi. To'g'ri, hard degan so'zimiz qattiq, qiyin degan ma'nolarni anglatadi. Lekin hardly so'zimiz bu ravish so'z turkumi, lekin boshqacha ma'noda keladi. Ya'ni arang zo'rg'a, bazo'rg'a, kamdan kam degan ma'nolarni anglatadi. Demak, for Melanie, her favorite time is a Saturday night. Melanie uchun uning sevimli demak hafta kuni bu vaqti va kun mobaynidagi vaqti shanba kuni kechqurun. One of the scientists usually makes a big dinner for the group and they watch a movie together, relax or play games. Demak, o'sha kuni olimlardan bittasi, ya'ni navbatma-navbat, ular katta kechqurungi taom uchun dasturxon yozishadi, jamoa uchun va birgalikda demak kino tomosha qilishadi, dam olishadi va turli o'yinlarni o'ynashadi. Mana o'quvchilar, biz matnchani o'qib chiqdik. Endi savol: How are their jobs different? Ya'ni mana shu Sven hamda Melanie o'rtasidagi kasb o'rtasidagi farq, ya'ni ish faoliyati, kasb emas, kasb albatta bir xil, ya'ni ikkalasi ham zoologik professorlar, olimlar hisoblanadi, lekin ularning kasbiy faoliyatidagi turlilik nimada? Demak, albatta Melanie pingvinlarni o'rganadigan bo'lsa va u yolg'iz ishlaydigan bo'lsa, Sven esa u demak seals, dengiz mushuklarini o'rganadi va u yolg'iz ishlay olmaydi, chunki dengiz mushuklari nisbatan pingvinlarga qaraganda xavfliroq, more dangerous. Yes, seals are more dangerous than penguins. So that Sven should work with a group. Demak, jamoa bo'lib ishlashga to'g'ri kelar ekan. Endi o'quvchilar, navbat bu yerda 5-mashqimizga, bu yerda albatta grammar focusga diqqatingizni qaratasiz, present simple haqida qisqacha ko'rib chiqamiz. Demak, o'quvchilar, men yuqorida aytib o'tganimdek, present simple doimiy ish harakatlar, odat tusiga kirgan ish harakatlar uchun qo'llaniladi. Undan tashqari biz present simple ni jadvalda ko'rsatilgan voqea hodisalarni ifodalash uchun qo'llaymiz. Ma'nogarchan future bo'ladigan bo'lsa ham, ya'ni kelasi zamonni bildiradigan bo'lsa ham biz present simple dan foydalanamiz. Misol uchun, janob Rasulning konserti soat 6 da. Mana shu gapimiz bu jadvallashtirilgan, allaqachon jadvalda berilgan soat 6 da konsert bo'lishi, lekin siz hali soat 6 bo'lmasa ham present simple dan foydalanishingiz kerak. Ya'ni janob Rasul's concert starts at 6 p.m. Janob Rasulning konserti soat 6 da boshlanadi. Starts. Mana e'tiborli bo'ling. Undan tashqari doimiy ish harakatlar, tabiat hodisalari. Siz nima uchun tabiat hodisalari? Chunki biz, misol uchun qarang, ko'pincha men o'quvchilarimga offline darslarimda mana shu grammatikani tushuntirganda xuddi shu misol bilan tushuntiraman. Ya'ni suvimiz albatta 100 gradusda qaynaydi. U 99 gradusda ham qaynamaydi yoki 101 gradusda emas. Albatta 100 gradusda. Va u kecha ham 100 gradusda qaynar edi, bugun ham va ertaga ham mana shu gradusda qaynaydi. Bu tabiat hodisasi, sizni qo'lingizda emas, siz o'zgartira olmaysiz. Shuning uchun ham bu umumiy qonuniyat, umumiy haqiqat bo'lganligi uchun ham present simple dan foydalanamiz. Ya'ni water boils at 100 degrees. 100 gradusda qaynaydi. Xuddi shunday. Undan tashqari o'zingiz uchun ham umumiy bo'lgan haqiqatlarda siz present simple dan foydalanishingiz kerak. Ya'ni misol uchun siz olmani yoqtirasiz. Bu sizni yoqtirishingiz, bu sizni ta'bingiz.
siz buni kecha ham yoqtirar edingiz olmani, bugun ham yoqtirasiz, ertaga ham albatta yoqtirishingiz mumkin va bu umumiy holatda. Olmani yoqtiryapman deya olmaysiz. Agar siz o'tmishda yoqtirib, hozir yoqtirmaydigan bo'lsangiz, albatta bunda siz past simpledan foydalanishingiz mumkin. Lekin umuman olganda men olmani yoqtiraman deydigan bo'lsangiz, I like apple. Bo'ldi. Mana present simpledan foydalanasiz. Endi bu yerdagi qoidaga diqqatimizni qaratadigan bo'lsak, we use the present simple to talk about repeated actions and the things that are always true. Mana xuddi men aytganimdek, biz present simpledan doimiy takrorlanadigan ish harakatlar va biz uchun hamisha, umuman olganda hamisha to'g'ri bo'lgan narsalar uchun, umumiy haqiqatlar uchun foydalanamiz. To make the present simple positive, we use, demak, darak shaklida biz present simpleda gap tuzmoqchi bo'lsak, albatta I, you, we, they olmoshlari yoki bo'lmasam bularning o'rniga ismlar kelishi mumkin. Misol uchun they o'rniga Anna and Tom ishlatsak bo'ladi. Va infinitive without to. Infinitive without to degani bu o'quvchilar fe'l so'z turkumimizning hozirgi zamon shakli. Hech qanaqa tusiz shakli keladi. Ya'ni misol uchun qarang, xuddi men yuqorida aytganimdek olmani yoqtiraman degandik. I like apple. Mana I olmosh keldi, like fe'lning hozirgi zamon shakli, shunchaki hech qanaqa qo'shimchalarsiz keldi. Endi keyingi strukturamiz, ya'ni gapni tuzilishi birlikda o'zgacha bo'ladi present simpleda. He, she, it plus infinitive without to plus ses or ies. Demak, biz birlik shaklini ifodalash uchun ingliz tilida fe'llarga s qo'shimchasini qo'shamiz. Otlarda ko'plikni ifodalash uchun esa biz s qo'shimchasini qo'shar edik, lekin bu ko'plik uchun va otlarga qo'shilganda. Lekin fe'llarga qo'shganimizda biz odatda bu fe'limiz birlikni ifodalab keladi, esni oladigan bo'lsa. Demak, u olmani yoqtiradi degan shakldagi gapni tuzadigan bo'lsak, she likes apple. Mana she bo'lganligi sababli likes, ya'ni like fe'liga biz s qo'shimchasini qo'shdik. Xuddi shu tarzda present simpleda gap tuzishingiz mumkin bo'ladi. Darak shaklidagi gaplar. When a verb ends in ch, sh, double s, s, z, x or o harfimiz ham bor bu yerda. Qo'shimchasiga yozib qo'yishingiz mumkin. We add es to the third person, he, she, it form. Demak, biz yuqorida aytib o'tgan qoidamiz shu. Ya'ni agar fe'limizning oxiri ch, sh, ikkita s, s, z yoki x yoki o harflari bilan tugaydigan bo'lsa so'zimizning oxiri, biz bu holatda i va s harflar birikmasini qo'shishimiz kerak bo'ladi birlikda gap tuzish uchun. Misol uchun, Tom televizor tomosha qildi bo'ladigan bo'lsa, Tom watches TV. Tom televizor tomosha qiladi. Xuddi shunday. Every morning misol uchun aytadigan bo'lsak, mana qarang. Tom watches a movie on TV every morning. Har kuni ertalab Tom televizorda kino tomosha qiladi. Bu demak uning odatiy odati, har kuni takrorlaydi, repeated action. Va biz watch bu yerda ch kombinatsiyasi harflar birligi kelganligi sababli es qo'shimchasini qo'shib gapni yasadik. The third person he, she, it form of have is has. Demak, agar biz have fe'lini birlik shaklini yasamoqchi bo'lsak, birlikda biz uni has shaklida yasaymiz. Haves emas. Misol uchun, Anna har kuni ertalab dush qabul qiladi. Anna has a bath every morning. Har kuni ertalab u vanna qabul qiladi. Xuddi shunday. Mana o'quvchilar, sizlar bilan biz grammatikani o'rganib chiqdik, present simple albatta. Endi navbat pronunciation. Biz mana shu qo'shimchalar qo'shamiz dedik, to'g'rimi? S qo'shimchasini qo'shamiz birlikda. Fe'llarda, ya'ni birlikni ifodalash uchun s qo'shimchasini qo'shamiz dedik. Mana shu s qo'shimchasini talaffuzi qay shaklda bo'lishi mumkin, shularni bir qator ko'rib chiqamiz. Demak, mana bu yerda pronunciation, third person, ya'ni uchinchi shaxs birlikda. The third person s is pronounced s or z with most verbs. Demak, uchinchi shaxs birlikda biz s qo'shimchasini fe'lga qo'shganimizda bular ikki xil usulda talaffuz qilinishi mumkin. S hamda z shaklida. Misol uchun, works,
goes, works, goes. Xuddi shunday. With verbs ending in ch, sh, double s, s, z or x, the third person he, she, it form is pronounced is. Demak, yuqorida biz aytdik, mana shu harflar bilan tugaydigan so'zlarimiz bo'ladigan bo'lsa, ularga biz es qo'shimchasini qo'shamiz dedik. Va mana shu qo'shilgan es qo'shimchasi talaffuzda is shaklida talaffuz qilinadi. Smas, zmas, is shaklida talaffuz qilinadi. Ya'ni watches, washes shaklida talaffuz qilinadi. Mana o'quvchilar, biz hozir pronunciation qoidasini ham ko'rib chiqdik, grammatika qoidasini ham ko'rib chiqdik. Endi siz 6-mashqni listening orqali bajarishingiz kerak. Bu yerda siz gaplarni talaffuziga e'tibor berasiz va ularni ketidan takrorlashingiz kerak bo'ladi. To'g'ri talaffuzni o'rganib olish uchun. Misol uchun, Melanie watches penguins. Watches. Sven also works on island. Works. S shaklida talaffuz qilinyapti. Sven loves his job. Loves. E'tibor beradigan bo'lsangiz, ko'pincha i bilan tamom bo'ladigan fe'limizga s qo'shsak, bu holatda u mana shu esimiz z shaklida talaffuz qilinadi. Endi o'quvchilar, keyingi mashqda bo'ladigan bo'lsa, siz bu yerda keltirilgan mana shu so'zlar boshqatdan. Endi o'quvchilar 6-B mashqda esa siz bu yerda keltirilgan so'zlarga qo'shilgan qo'shimchalar qay tarzda talaffuz qilinadigan bo'lsa, mana shu to'g'ri talaffuzga belgi qo'yishingiz kerak, ya'ni aylanaga olishingiz kerak. Misol uchun, birinchisida goesmi yoki goesmi? Talaffuzni albatta listeningni bajargan holda e'tibor berib talaffuzga aylanaga olishingiz kerak to'g'ri javobni. Va o'zingiz uchun ham mashq qilib boring. To'g'ri talaffuz, chiroyli talaffuz uchun. Endi o'quvchilar, yana bir marotaba biz sizlar bilan Grammar Fox boxga qaraymiz. Endi bu yerda adverbs of frequency, ya'ni biz bu borada albatta undan oldingi kitobimizda, ya'ni beginner kitobimizda ham gaplashgan edik. Endi bu yerda sal kengroq miqyosda ko'rib chiqamiz adverbs of frequency, ya'ni tezlikni bildiruvchi ravishlarni. Bular odatda present simple'da qo'llaniladi va gapni o'rtasida keladi. Ya'ni gapni o'rtasida degan egidan keyin keladi odatda. Asosiy fe'ldan oldin, egidan keyin o'rtada joylashadi. Lekin agar gapimizda to be fe'li keladigan bo'lsa, albatta to be fe'lidan keyin joylashadi ular gapda. Keling, mana ko'rib chiqamiz. Demak, adverbs of frequency always, never, sometimes, etc. tell us how often or how frequently something happens. Demak, bizga tezlikni bildiruvchi ravishlar hamisha, hech qachon, ba'zan, shunga o'xshash va hokazolar. Demak, biror bir ish harakat qanchalik tez-tez sodir bo'lganligini ifodalash uchun kerak bo'ladi. Ifodalash uchun yordam beradi bizga. In the present simple, adverbs of frequency come after the verb to be. Demak, hozirgi oddiy zamonda to be fe'lidan keyin joylashadi gapda, but before all other verbs. Lekin mana shu to be fe'lidan tashqari boshqa barcha fe'llardan oldin keladi. Mana hozir misolda ko'rib chiqamiz. In the winter, the weather is always very cold. Qishda ob-havo hamisha sovuq. Mana bu yerda always turibdi va to be fe'lidan keyin joylashgan o'quvchilar mana. Keyingisi. Melanie often works there alone all day. Melanie odatda bu yerda kuni bo'yi yolg'iz ishlaydi. Works mana asosiy fe'l kelgan, ega bu yerda ikkalasini o'rtasida joylashgan often, tezlikni bildiruvchi ravish. Mana o'quvchilar, biz hozir sizlar bilan adverbs of frequency ni ko'rib chiqdik grammatikada. Endi siz mana shunga, mana shu grammatik qoidaga taalluqli bo'lgan mashqni bajarasiz 7-B mashqda. Underline the adverbs of frequency in exercise 4A. Write them in the correct place in the diagram. Demak, bu yerda siz diagrammada tezlikni bildiruvchi ravishlarni to'g'ri ketma-ketlikda qo'yib chiqishingiz kerak. Always, hamisha degani, demak, hamishadan orqaga qarab yozib chiqishimiz kerak bo'ladi. Demak, always hamisha, odatda, usually, undan keyin often, tez-tez, sometimes, ba'zan, hardly ever, arang zo'rg'a, kamdan kam, hamda 0% hech qachon degani, ya'ni
never. Mana buni o'quvchilar birgalikda bajardik. Nima uchun birgalikda bajardik? Sizlarga qiyin bo'lmasligi va bular kelganda qay darajada joylashishini birgalikda o'rganib olishimiz uchun, ya'ni sizlar o'rganib olishingiz uchun birgalikda bajardik. Keyingi mashqni o'zingiz mustaqil ravishda bajarasiz. Bu yerda siz ham present simple bilan ishlaysiz va bir barakayga bu yerda o'rgangan adverbs of frequency'ni ham ko'rib chiqishingiz kerak bo'ladi. Tezlikni bildiruvchi ravishlarni, ya'ni. Bu yerda box ichida mana fe'llar keltirilgan. Mana shu fe'llarni bu yerdagi bo'shliqlarga joylashtirasiz. Albatta, covers ichida berilgan adverbs of frequency dan ham foydalanishingiz kerak bo'ladi. Va bu yerda go fe'liga e'tibor beradigan bo'lsangiz, 2 marotaba ishlatish huquqiga egasiz. 2 marotaba ishlatishingiz mumkin, ya'ni. Keling o'quvchilar, endi mana shu birinchi gapimizni namunani birga sizlar bilan ko'rib chiqamiz. During the week, he gets up early and he usually arrives at a volcano at 7 o'clock. Demak, odatda u hafta mobaynida erta uyg'onadi va odatda soat 7 da, ertalabki 7 da o'sha vulqon oroliga, vulqon joylashgan orolga tashrif buyuradi. Xuddi shunday. Qolgan qismlarni o'zingiz bajarib olasiz o'quvchilar. E'tiborli bo'ling. Mana shu adverbs of frequency gapning qaysi o'rinda kelishiga. Bajaradilar, bajarib bo'lib, endi 9-mashq. Mana o'quvchilar 9-mashqqa ham yetib keldik. Demak, match illustrations 1 to 12 to the phrases in the box. Bu yerda jadvalda keltirilgan fe'l so'z turkumlarini bu yerdagi rasmlardagi harakat holatlarga moslashtirib chiqishingiz kerak bo'ladi. Bu jadval ichidagi keling fe'llarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni bu qarang, daily activities, kundalik hayotda siz qilishingiz mumkin bo'lgan mashg'ulotlarning fe'l ko'rinishidagi berilgan, fe'l shakllari berilgan. Get up, o'rnidan turmoq, go home, uyga bormoq, go to bed, uxlashga yotmoq, go to work or go to college, demak ishga yoki kollejga yoki go to school bo'lishi mumkin, go to university bo'lishi ham mumkin. Universitetga yoki maktabga bormoq, have a shower, dush qabul qilmoq, have lunch or have dinner. Shu yerda e'tiborli bo'ling o'quvchilar, bu have lunch, have dinner, have a lunch, have a dinner emas. Chunki lunch hamda dinner so'zlarimiz sanalmaydigan otlar hisoblanadi. Keyingisi listen to music. Mana shu demak iboraga ham e'tiborli bo'ling. Listen fe'lidan keyin agar to'ldiruvchi keladigan bo'lsa, mana shunday music yoki bo'lmasam me, ya'ni meni tinglam, musiqani tinglamoqga o'xshash tartibda keladigan bo'lsa, albatta to predlogi qo'yilishi shart. Listen music emas, listen to music. Listen me emas, listen to me. Xuddi shunday tarzda qo'llanishi kerak. Keyingisi make breakfast. Nonushtani tayyorlamoq, play video games, video o'yinlar o'ynamoq, read a book, qandaydir bir kitob o'qimoq, see friends, do'stlar bilan ko'rishmoq, watch TV or watch a film, televizor tomosha qilmoq yoki biror bir film tomosha qilmoq. Demak, moslashtirib olasiz. Mana o'quvchilar, siz rasmlar bilan bu yerdagi ish faoliyatlarini, fe'l shakllarini moslashtirib chiqdingiz. Endi mana shu yuqoridagi fe'llardan qatnashtirgan holda siz o'zingiz gap tuzishingiz kerak bo'ladi. Albatta bu sizga uyga vazifa. Mana bu yerda 10-a mashqimizda berilgan. Tell your partner 5 things about your day. Kundalik hayotingiz haqida sherikingizga 5 ta voqea hodisani aytib bering. Ya'ni siz nima qilasiz? Using the phrases in exercise A, demak 9-a mashqdagi iboralardan qo'llang and adverbs of frequency va tezlikni bildiruvchi ravishlardan ham albatta qo'llashingiz kerak. Give more information when you can. Demak, qo'shimcha ma'lumotlar ham berib o'tishingiz mumkin kerak joyida. Mana bu yerda namuna sifatida keltirilgan. Qarang. I get up at about 8 o'clock. Men taxminan soat 6 da uyg'onaman. Bu yerdagi about so'zimiz taxminan ma'nosida qo'llanilgan. Chunki vaqt yoki bo'lmasam qandaydir bir raqamlar oldidan biz about so'zini qo'llaydigan bo'lsak, taxminan ma'nosida keladi. Keyingi gapimiz I sometimes, always yoki never. Bu sizga bog'liq, o'zingiz qo'yasiz adverbs of frequency ni, chunki o'zingizni holatingizdan, o'zingizni odatingizdan kelib chiqqan holda
foydalanasiz. Muqobil, munosib bo'lgan adverbs of frequency tezlikni bildiruvchi ravishda. A shower. Masalan, aytishingiz mumkin I always have a shower in the morning. Har kuni ertalab men dush qabul qilaman. Xuddi shunga o'xshash gaplarni tuzishingiz kerak bo'ladi. Keling o'quvchilar, siz 5 ta emas, 10 ta gap tuzing, ya'ni o'sha kundalik hayotingiz haqida. Bu yerdan mana shu rasmlardan foydalanishingiz mumkin, bu yerdagi so'zlardan foydalanishingiz mumkin va present simple da adverbs of frequency, ya'ni tezlikni bildiruvchi ravishlardan qo'llagan holda darak shaklidagi gaplarni tuzib chiqing. Mana shu tarzda biz ingliz tilini asta-sekin o'rganib boramiz. Mana biz sizlar bilan hozir demak ikkinchi mavzuyimizni birinchi qismini tugalladik. Endi davom qildiramiz ikkinchi qismi bilan.